Qaynotam meni xotindek ko'ra boshladi. Erim Diyor bilan toyimiz oddiy otgan bo'lsa-da, hayotimdan juda mamnun edim. U muloyim, mehnatkash yigit edi. Biz turmush qurganimizda men endigina 22 yoshga to'lgan edim. Qaynotam va qaynonam bilan bir hovlida yashar, kunlarim mehr va ixlos bilan o'tardi. Ammo baxt deb o'ylagan hayotim juda tez orada o'zgara boshladi. Toyimizdan 3 oy o'tmay erim Rossiyaga ish izlab ketdi. 1 yil ishlayman, uyga mashina olaman, keyin o'zimiz alohida uyga chiqamiz degan edi. Men esa orzu bilan, umid bilan uni kuzatdim. Biroq oradan 1 yil emas, 2 yil so'ngra 3 yil o'tdi. Kelaman degani yolg'onga aylandi, bahonalar esa ko'paydi. Dastlab qaynonam menga juda yaxshi qaradi. Kuyovimni kut, sabrli bo'l, derdi. Men esa ularning so'zlariga quloq tutib, ovqat pishirib, hovlini supurib, xuddi haqiqiy kelinlik burchimni bajardim. Ammo vaqt o'tgani sari men o'zimni bu uyda yolg'iz his qila boshladim. Ayollar orasidagi suhbatlardan uzoq, har kechani o'z xonamda o'tkazadigan, dardini aytolmaydigan ayolga aylandim. Eng og'ir kunlar esa qaynonam to'satdan vafot etganidan so'ng boshlandi. U oila tayanchi edi, men uchun esa oradagi parda. Endi hovlida faqat men va qaynotam qolgan edik. Boshida u menga mehribon ota kabi muomala qilar, har kuni ovqatdan so'ng duo qilib mendan hol-ahvol so'rardi. Men bu holatdan minnatdor edim, chunki yolg'izlik menga og'ir tushayotgan edi. Ammo bir kuni u galati gaplar qila boshladi. Sen yoshsan, ko'nglingni ko'taradigan hech kim yo'q. Men seni tushunaman, dedi u kechki ovqatdan so'ng. Men bu so'zlarni birinchi marta eshitganimda befarq qaragandek bo'ldim, ammo yuragimda galati bezoftalik uyg'ondi. Oradan kunlar o'tdi, qaynotam borgan sari o'zini boshqa tutadigan bo'ldi. Bir kuni u menga qarab, "O'g'lim seni yolg'iz qoldirib qo'ydi. Sen xohlasang men seni baxtli qila olaman", dedi. Qo'rquv aralash hayratdan karaxt bo'lib qoldim. "Nima deyapsiz? Men sizning keliningizman", deb baqirdim. U esa kulib qo'ydi. "Bu yerda sen va menmiz. O'g'lim qayerda? Sen o'zingni kim uchun qiynayapsan?" O'sha kuni men kechasi yig'lab chiqdim. Yuragim zirqirab, o'zimni haqoratlangan, ezilgan his qildim. Ertasiga hovlini yig'ishtirib ketishga qaror qildim. Ammo boradigan joyim yo'q edi. Ota uyimga borishga or qildim. Kelining qaynotasidan shikoyat qilib keldi, degan gapni eshitishni istamasdim. Sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Qaynotam esa asta-sekin xatti-harakatlarini kuchaytira boshladi. Har safar ovqatlanayotganimizda tik qarab o'tirar, ba'zida "Sochingni orab olma, yoshliging yo'qolib ketadi", deb pichirlardi. Unga qarshi chiqsam, "Sen xuddi kelinmas, dushmandek bo'lib qolding", deb tanbeh berardi. Bir kuni kechasi u eshikni taqillatdi. Yuragim muzlab ketdi. Eshikni ochmadim. "Ichkaridan ketmaysiz", deb qichqirdim. U jim bo'lib ketdi. Ertasiga kechirim so'radi. "Kechasi o'zimda emas edim", dedi. Ammo men bilardim, bu shunchaki bahona. Hayotim dahshatga aylandi. Uyda yolg'iz qolganimda yuragim urmasdi. Har bir eshik taqillashi, har bir qadami meni seskantirardi. Endi u meni xotindek ko'rayotganini ochiqdan-ochiq bildirib qo'ygan edi. Telefonimga erim yozganida yig'lab javob berardim. U hali ham pul jo'natayotgan, har oy chiqim qil, deb o'ylardi. Ammo men pul emas, yelkaga tayanch, kechasi yonimda sukunat bo'lishini istardim. Bu istak meni o'sha yovuz niyatli odamga tobelikdan qutqara olmadi. Bir kuni hammasiga nuqta qo'ydim. Tongda kiyimlarimni yig'dim, o'zimcha bahona bilan ko'chaga chiqdim va telefonimni o'chirib qo'ydim. Tog'ridan-tog'ri ota uyimga bordim. Onam meni ko'rib cho'chib ketdi. "Ne bo'ldi?" deb so'radi. Men hech nima demadim. Faqat yig'ladim. Bir necha kundan so'ng erim telefon qildi. Hammasini aytdim. U avvaliga ishonmadi, keyin jim bo'ldi. Qaynotam ham meni uydan qochdi deb hammani aybladi. Ammo men bu uyatli sukutdan ko'ra ochiq aybdorlikni afzal bildim. Chunki men gunoh qilmagan edim. Oradan oylar o'tdi. Erim uyga keldi. Boshida birga yashaymiz dedi. Ammo o'sha voqealardan so'ng bizning munosabatlarimiz buzilib ketdi. Men unga qaray olmadim, u esa menga ishonmadi. Endi esa boshqa shaharda boshqatdan hayot boshladim. Yolg'iz, ammo vijdonim pok. O'zimni ayblamayman.
Chunki men faqat sabr qilgan ayol edim. Faqat orni yo'q odamni kutgan, yolg'izlik ichida ezilgan bir bechora edim. Lekin bu dunyoda eng og'ir holat bir ayolni erkaklardan emas, unga otib olish kerak bo'lgan odamdan himoyalay olmaslik ekanini o'rgandim.